Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin devamıyla Tefsir-i Müyesser En'am suresi 91. ayet kelgan edik. Şuanımızın dersimizin devamlaştırışımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Ular Allah'ni hakiki ravishda tanımadi. Ular yani Yahudiler öz vaqtida Allah hech kishiga hech narsa nozil qilmadi dedi. Yani vahiyni va payg'ambarlarni inkor qildi. Ey Muhammad, aytqinki, Musa elib kelgan va kishilarga nur, hidoyat bo'lgan kitobni kim nozil qildi? U kitobni parcha-parcha qog'ozlarga tushirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yushirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalar bildirildi. Bu Qur'onni Alloh nozil qildi.
Andın ularni terk etkenki ular batılırda yani kalaymıkan sözlerde oynap yorsun. Bu Kur'an Mekke ahalisini ve onun etrafıdakilerini agahlandırışın için biz nazil kılgan, onundan ilgiri nazil kılgan Tevrat ve İncil'e okşaş kitaplarını itiraf kılgıcı mübarek kitaptır. Ahiretke iman etidganlar onunğa iman etidi. Ular namazlarını öz vaqtida tuluq ada kılıdı. Allah'a yalgan çaplıgan yoki üzge hech narsa vahiy qilinmagan turg'uliq manga vahiy qilindi degan yoki Allah nozil qilgandek manmu kitob nozil qilolayman degan kishilardanmi zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan. Periştler yani azap periştleri kollarını suzup sizler canlarınlarını çıkarınla. Sizler Allah doğrusunda haksız sözlerini kılganlıkınla yani iftira kılganlıkınla, şerik keltürgenlikinla, bala nispet bergenlikinla ve Allah'ın ayetlerini mensinmegenlikinla üçün bugün horluqçı azap bilen cazalansızlar deydi. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilinishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafoatchilarni sizlar bilan billa ko'rmaymizgu. Ular bilen sizlerinin aranlardaki münasebet hakikaten üzüldü. Sizler şafaat kılıdı dep güman kılgan butlar berbat boldu. Hoş. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا عَظَّمَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ اللّٰهَ حَقَّ تَعْظِيمِهِ إذ أنكروا أن يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من البشر شيئا من وحيه قل لهم أيها الرسول إذا كان الأمر كما تزعمون فمن الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية لهم ثم توجه الخطاب إلى اليهود زجرا لهم بقوله تجعلون هذا الكتاب في قراطيس متفرقة تظهرون بعضها وتكتمون كثيرا منها ومما كتموه الإخبار عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وعلمكم الله معشر العرب بالقرآن الذي أنزله عليكم به خبر من قبلكم ومن بعدكم وما يكون بعد موتكم ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي أنزله ثم دع هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون وما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه. Ani şu müşrikler Allah'ını hakik ravişte ulug'lab çoğ bilmedi. Öz vaqtida ular inkar qildi. Nemini? Shuniki bo'g'ay Allah subhanahu va taala insonlarning birisiga o'zining vahiysiz bo'lgan bir narsani nozil qilganligini inkor qildi. Ular uchun degan ey payg'ambar alayhissalatu vassalam, ish sizlar o'ylagandek bo'lsa agar
Musa aleyhissalatu vesselam'a kelgen bu Tevratni kim nazil kıldı? Mesela bir kitapni ki ep geldi o kitapni Musa aleyhisselam öz kavmiga yani insanlığa nur ve ulağıçı bir yetekçi hidayet üçün Musa aleyhissalatu vesselam ep kelgen kitapni kim nazil kıldı? Mena degin. Anan degen hitap Yahudilarga yüzlendi. Ularni tosqanlıqның jahdidin. Çekligenlikni jahdidin. Nemi dep üzün süzlengi. Allah subhanahu taala üzün süzlen. Kılısızlar bu kitapni bir qancha bir varaqni ichida qilsizlar, chechiqliq bir necha qog'oz varaqlarsizlar ichida. Onun ba'zisini oshkor qilsizlar, ko'pinchisini undan yushirsizlar. Sizlar ini yushigan narsaning ichidan dor Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatidan xabar berishyapti va uning nubuvatiniki xabar vati. Buni siz yushirsizlar. Bildirdi Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga hey Arab xalqi Qur'oni Karimni ya ma'sharal Arab demakda Arab nida mahsub. Hey Arab jamoasi Qur'oni Karimni bildirdi ki Allah subhanahu wa ta'ala o Qur'oni Karimni sizlarga tushirgan. Onun da sizlardan ilgaki va sizlardan keyingi va sizlar o'lgandan kim bo'lgan ishlarning xabari bor. Ee, Sizlar uni vala sizlarning ota bobolaringlar bilmagan nurg'un ishlarning xabari bor. Degan ey Muhammad alayhissalatu vassalam Alloh tushadi bu Qur'on, bu kitobni degan. Anından keyin bularni o'zining mushundaq botil taqtuqi so'z qilishi da bular mayndaq mushul botil fikrga cho'mib mushunda o'ynab mayndaq jo'lib yursin. Bular o'z mayli quyayotgan bularni. وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول عظيم النفع يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة وأنها من عند الله أنزلناه لتخوف به من عذاب الله وبأسه أهل مكة ومن حولها من أهل أقطار الأرض كلها والذين يصدقون بالحياة الآخرة يصدقون بأن القرآن كلام الله ويحافظون على إقام الصلاة في أوقاتها. Bu Kur'an bolsa bir kitap. Ki düşüdük biz bu kitapni sana ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek sana düşügen sana ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam düşügen bu Kur'an Kerim bolsa paydasına ait katta zor. Guvalık berdi bu Kur'an bundan ilgaki Allah'ın huzurundan Allah tarafından düşürülgen kitapının ki bundan ilgaki kitapının rast ikenlik guvalık berdi. Düşüdük biz bu Kur'an-ı Kerim'ni o'yininglancha Allohning azobidan ahli Makka va Makkaning atrofidagi va barliq zaminning atrofi olam orasidagi insonlarning o'zini shundan qo'rqitishing uchun bir ogohlantirishing uchun Allohning azobidan qo'rqishing uchun tushadik. Hayoti oxiratga, ya'ni olam oxiratga tasdiq qildik Alloh bo'lsa, tasdiq qiladi. Nimaga shunga kechiqim Qur'on Allohning kalomi ekanligi tasdiq qiladi. Bular namozni o'z vaqtida o'zining arkan va shurutlari bilan ado qilishga tirishidi. ومن أشد ظلما ممن اختلق على الله تعالى قولا كذبا فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشر أو ادعى كذبا أن الله أوحى إليه ولم يوحي إليه شيئا أو ادعى أنه قادر على أن ينزل مثل ما أنزل الله من القرآن
ولو أنك أبصرت أيها الرسول هؤلاء المتجاوزين الحد وهم في أهوال الموت لرأيت أمرا هائلا. والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطوا أيديهم بالعذاب قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. Allah'a yalgan sözünü uydurup çıkan muşundak böhtan, muşundak iftiracı, muşundak nimedim mu, yalgancıladım mu, zalim adam var mı? Dava kıldı, iddia kıldı. Nime de bu muhteril kezzab. Allah Teala insanlardan bir peygamber evet mi diye degan muş dava sut, dava kıldı. Yoki bir yolg'onni iddio qildi. Nima deb? Chuqum Alloh subhanahu taolo e, u yoki bir iddio qildi yolg'onni. Nima deb? Chunki Alloh uningga vahiy qildi deganni iddio qildi. Amaliyotda uning bir narsa vahiy qilgani yo'q. Buningdimi zolim mubtaril kazzab bormi? Yoki iddio qildi. Shuning chuqum u mubtaril kazzab. Alloh taolo tushgan Qur'onga o'xshash bir kitobning üstüne tushirishga qodir ekanligini iddio qildi. ولو أنك أبصرت أيها الرسول هؤلاء المتجاوزين الحد. Eğer ey Peygamber aleyhissalatü vesselam muşu mubteril kezzab muddailarning üzüne muşu özün çek çigiri had hududun pasıldın eşip ketken muşu ablahlarni ko'rsang, ular bo'lsa o'limning qo'rqinch ichida o'tu. Holatda sakaratul maut ko'rsang bularni albatta nihoyat qo'rqinchli bir ishni ko'rsan deydi. Cho'ng bir ishni ko'rsan. Farishtalar bo'lsa ularning jonlarini oladi. U farishtalar o'zining qo'llarini echib to'qishdir azob bilan. Degan holda bu mubtaril kazzab uchun endi bugun o'zingning jininglarni o'zinglar, ruhinglarni o'zinglar chiqaringlar deb sakrat hali turganda mana deydi. Bu bundan naiti nimbulus bugun naiti eng uchuq chiqqan, eng bir chekiga yetgan bir nimqilsizlar, bir xarulsizlar deb mana deydi malaikalar deydi. Kema kuntum tukazzibuna alallah. Qandaki sizlar Allohni yolg'on chiqargandek va Allohninki oyatlariga egishishdan haqorat qilib o'zinglarni cho'ng tutgandek payg'ambarlarga egishishdan o'zinglarni cho'ng tutib buni shaytonlik qilganlarga o'xshash bugun bundan burun cho'ng tutgan bo'lsanglar o'zinglarni bugun chekiga yetgan bir xorliq bilan ihonat bilan xo'rlinsizlar bugun. O'zinglarni jiningni o'zinglar chiqirib baqinglar deb. Mana deydi malaika deydi-da. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فُرَادًا كَمَا أَوْجَدْنَاكُمْ فِي الدُّنْيَا أَوَّلَ مَرَّةٍ حُفَاةً عُرَاةً وَتَرَكْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ مِمَّا تَتَبَاهَوْنَ بِهِ مِنْ أَمْوَالٍ فِي الدُّنْيَا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ فِي الْآخِرَةِ أَوْثَانَكُمُ الَّتِي كُنْتُمْ تعتقدون أنها تشفع لكم وتدعون أنها شركاء مع الله في العبادة
لقد زال تواصلكم الذي كان بينكم في الدنيا وذهب عنكم ما كنتم تدعون من أن آلهتكم شركاء لله في العبادة وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. Sizlar bizning qishimizga hisob-nisob berish uchun jazo va jazo tortish uchun keldinglar. Yolg'iz keldinglar. Qandaqki sizlarni biz dunyoda dastlabda bundaq paydo qilgan chog'larda, opridi qilgan chog'ida paydo qilgandek, kelgandek yolg'iz keldinglar. Ham yalang'och, yalangoyoq, xo'pa, ura hem şunla yalang'och dastlab kelgandek keldinglar bizni oldimizga hisob-nisob berish uchun. Biz sizlarga bergan imkoniyat tartib bergan, biz sizlarga bergan ma'lumotlardan iborat, dunyolikdan iborat bergan narsaning o'zini sizlarning dumbangning oqisi qoldirib qo'yib keldinglar. Terk etdinglar sizlar yana sizlarning dumbangning orqasiga orqangga cho'rib, endi dunyoda qoldirib qo'ydinglar. Bir narsniki imkoniyat yaratib bergan biz sizlarga o narsada. Uni tashlab qo'ydinglar. Ondan birga kelmadinglar. O'zing yolg'iz menda chiplaq qoldi kepsizlar. Keldinglar. Xuddi dastlab kelgandek. U narsa olsa sizlar inanlancho dunyoda mollardan iborat faxrlanadigan ko'kringni kerib mendaq nima qildigan o'zingni naiti g'ururlik his qildigan mushnaq narsaning qatoridan u narsa. O narsani tashlab qo'yib kelibsizlar. Bugun menda hisob-nisob uchun xuddi dastlabda dunyoga kelgandek bugunmi yolg'iz hammadan xoli menda keldinglar. Ko'maymiz biz sizlar bilan yana bu olam oxiratda sizlarning bu lat manat uzza bu butlaringni ham ko'maymiz bu. Sizlar e'tiqod qiltinglar u bo'lsa bu avson bu butlar sizlarga shafaat qiladi deb aynan e'tiqod qildinglar. Yani bizning beshimizni silaydi, mush bizga egolar deytinglar. Uni ko'maymiz, nakatda ular. Va iddao qilgan qilsizlar. Nima deb? U bo'lsa Alloh bilan ibodatda o'rtoq deb iddao qilyaptinglar, da'vo qilyaptinglar. U nakatda uni ko'maymiz. Albatta cho'qim zoyilib ketdi sizlarning aloqanglar. Sizlar bilan dunyoda sizlarning oranglardagi bu sizlar bilan sizlarning butlaringlar aro aloqa rishti uzilib ketdi, zoyilib ketdi. Va ketib qoldi sizlardan. Sizlar qilgan da'voningiz hammasi yo'q bo'ldi, g'oyib bo'ldi. Nima davoyinglar shunday cho'qim sizlarning ilohlaringlar ibodatda Allohning sheriklari va billah degan bu davolaringlar hammasi ketib qoldi. Va maydonga chiqdi. Cho'qim sizlar bo'lsanglar o'zinglarga, oil balvoqlaringlarga, mol-mata, dunyolaringlarga mushning hammasinincha quruq qo'l qolganlaringlar, mushungadan ziyon tatqanliginglar hammagidan hammagicha erishamaganliginglar bu o'ttirib chiqdi. Shu namoyon bo'ldi deydi. Xo'sh, ama linnasi tec'alunehu deganimizda taktubunehu demekçi dedi ayet kerime. Tec'alune taktubune men dedi. Manada emdi yine ve ullimtum degenin üzdeki bu muhatap Yahudilar cemaasiga ve bildirilgen tınlasılar. Sizlar va sizlarning ota-bovlaringlar bilmagan narsani bildirilgan tinglar. Ya ma'sharal yahud deganak. Yahudilar jamoasi, Yahudilar guruhi deganak. Summa zarhum. Bunun o'zi summa zarhum degan bu hamda bir ular uchun bu tahdid. Ularning qilmish jinoyati qarta bir vaid va tahdid bo'ldi. Ularni quvvat o'ziniki yursin.
Bir adam mesela bir balısı bir mektepte okutkan bolsa bir nasihat qilib baqidu bolam yaxshi o'qin imtihon oz qoldi imtihon tayyorlik qilin u bu deb yana uni quloq solmaysan dang'ashlik qilsa bo'ldi qo'yib betinglar buni mayli o'yna obda o'yna yaqinda qolib qoldi imtihonni ko'ramiz netinjaning nim bo'lganligini degandek bu bo'lsin vaid tahdid ularning jinoyati qarta zarhum deganlar Emde ve hum ala salatihim yuhafizun. Ula özün namazını naiti del vaktida şurut erkallarla bija keltirdi, muhafazat kıldı dedi. Fakat ular namazını mı? Başka faaliyet, başka ibadetini kılmamda elbette onu mu kıldı? Ama bir yerde bu namaz ne? Zikirga bu ayette tilgilişi. Çünkü namaz ibadetinin en şerefli, en üstünlüğü. Barlık ibadetlerinin özü yeryüzünde farz kılıngan bolsa, bu namaz yetti asmanın üstünde farz kılıngan ibadetin birisi. Şunu bir yerde ala salatihim yuhafizun deb namazni xos qilishi. Çünkü bu ibadetin en şeref, en üstünlüğü. Yukarısı ulaşkan. Hoş. Ama ya da وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى Bu Allah'a bu yalganni böhtan qıp to'qigan odamdimi zolimroq bikim bormi? Yo'q, undaq bikim yo'q. Men la ma'nisida. Bedik istifham, bunun ma'nisi şu nefi. Bunundan bu mubtaril kazzabdın mı? En zalim, şorpeşane, mındaq baxtsiz, mındaq adam bo'lmaydi bunundan ortiq deydi. Ee, Xoş. Endi ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت eğer Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ulanı şu mubtelil kazzabını kösen çünkü zalimla ölümün gamaratlarda kömek olmasan nemini görsen la ra'eyte emran azima demekçiydi. Mana cevabı mahsup. Bir yerde lev'nin cevabı lev harf şart ana. Lev, in, iza. Gerçi bu üç harfninki nemideki deric okşuş olması mu? İza'nın nemi için biraz kuşlukarak nesi için buluş taraftarı kuşluk olan nesi iza şıltıldı. In buluşlan bombas paralel oturdu kalan 50'te 50 man in işiltıldı. Lev u nim bo'lmaydigan bo'lmas tarif kuch qo'ygan mandaq narsaga ishlatildi lavni ham qanday bo'lsin in iza lav bu shartning arablarından birisi bu yerda harf shart bo'lgandan keyin buning fe'l shart va ama buning javobi shart bo'lishi kerak bunday narsani ko'rsang mandaq ko'rsan degandek buningda shartli bo'ldi javobi qanday deganda bu javobi shart mahzub o ne demekçi ise la ra'eyte emran azimen vel melaiketu basitu eydihim degan bo'ldi deydi. Xo'sh, bugun dersimiz inşallah başına kifayelimiz. Dersimizin devamı Allah halsı ayet oldu. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.